psixologga boraman deyotganda bu nimaga kerak? Psixologga boraman degani bu ayol erkak tabiatini o'rganmoqchi. Ko'p insonlar mana shu psixologga ayollari borsa erkaklar cho'chiydi. Chunki nimanidir psixikasi bilib qolsa, u dadasi bunaqa ekan, dadasi bunaqa ekan deb til ochishni boshlaydi ayol. Til ochishni boshlashidan qo'rqqan erkaklar ayoliga taqib qo'yadi. Bormaysan, o'tir, kerak emas senga deb. Chunki u oq bilan qorani farqlashni boshlaydi-da. Uni xohishlari kuchayadi psixologiyada, uni dunyoqarashi kuchayadi, u o'ziga oro berishni boshlaydi, sevishni boshlaydi o'zini. Kim uchun? Hammasi erkak uchun, hammasi eri uchun. Ana shundan erkak cho'chiydi. Bu hozir manchi erkaklar o'zi aslida juda nozik bo'ladi-da. Cho'chiydi. Agar nima uchun erkaklar ikkita ayol oladi? Chunki har doim bu bo'lmasa bu nima uchun u o'zini ayolini tanlaydi? Nima uchun birinchi ayolini tanlaydi? Tanlashiga sabab bu qulay ayol u. Unga so'ksa ham, xo'p, o'zimni turmush o'rtog'im, bolalarim otasi qulay. Unda xohish istak yo'q. Menga uni qilmang, buni qilmang deydigan shaxsiy chegara territoriyasi yo'q u ayolning.